Hop, okey mana. Hop, birinchi variant tayyor varianti. Teksturasi yaxshi berilmagan, bu yerdan hozir tug'ilgan joylarim bor ekan. Keyin mana bu yerda bo'rtib chiqqan joylari bor edi siz menga tashlaganingizda. Shunaqa bo'rtib chiqqan joylarini ham qilaymi? Tekstura berib, melki detallari bilan. Bu hozir xomaki varianti. Mana hozir turibdi, hamma narsasi mana shu joy-joyida. Qarang, men hozir buni blenderda yasayapman. STL qilganimdan keyin razmeri o'zgarib ketadi. Razmerini faqat o'zingiz to'g'irlashingiz kerak bo'ladi. Misol uchun bo'yi enini, misol uchun men siz programmangizni tushunmayman. Biror tarafini bersangiz, ikkinchi taraf chiqib keladi-ku, shunaqa bo'lsa, biror tarafini razmerini berishingiz kerak bo'ladi. U katta kichikligini keyin to'g'irlasak bo'ladi. Bo'ladi desangiz, men uni harakatini qilaman hozir, teksturalarini ham. Shu mana bitta bo'rtadigan narsalari, boshqalari. Birinchi savolim, asosiy savol budjet to'g'risida. Chunki hozir shuncha narsa qilgandan keyin aytdik, bularni ham hammasini keltirganimdan keyin budjeti menga to'g'ri kelmaydigan bo'lib qolib, bu ham qolib ketadigan narsa bo'lmasligi kerakda o'shanga.